So'van qalinzoq. Qo'llari yaxshi ekan. Zo'r ekan. Oldida ikkitasi. Mena qo'lda. Bismillahirrohmanirrohim deb bo'g'ozdan chiqishni boshladik. Aytganim yo'q, Zohidjon menga o'ziga Sifati zo'r. qarang. Ammo sifat haqiqiy kelgan hamma tomoni. Sifatli bo'lsin, tekkiz bo'lsin Qilib deganlar. boqadi. Bolasi daldirog'ini olaman deganlarga. Xolasa mollarim puliga arziydi. Mana. Xolasa Bolasiga qarang. bolasiz dadil bo'lib qolgan, ancha zo'r bo'lib qolgan. Endi, alaykum assalom. Endi bunaqa chiroyli svetidan olaman deganlar uchun rangi, sifatligi, ko'rinishi buniki ham gapi yo'q. Bolasi ham ancha dadil bo'lib qolibdi-ku. Bolasi ham dadil, Bolasi ham qora. ham boklari ham hamma yo'q joyida. Yelindorligi, buni ham kelgan tutallarni olar ekanligi. Xolasa Zohidjon 5-6 ta mol tayyorlab qo'ydik bugungi obunachilarimiz. Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Zohidullo Shoppingda sotiladigan sifatli rozorbob sigirlar bor. Shularni narx-navosini qilib so'rab ko'rsatib o'tamiz. Bu videoni ham oxirigacha kuzatib bo'linglar, video yoqsa like bosib, obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani boshlashni so'raymiz. Bugun hafta kuniga, juma muborak kun, sanamiz 26-sentyabr 2025-yil, manzil Farg'ona viloyati Quva tumani. Akbarobod mahallasi o'zi yaqinda telefonlashgan orasida xulasa ikkita bolasi yangi sigirlar, keyin bitta sifatli yaqin bo'g'oz. Uchalasini bor ma'lumotlarni berib o'tamiz. Videoni oxirigacha kuzatib bo'lsanglar, aniq qilib ma'lumotlarni olasizlar. Shu nomerlar yozib qo'yilgan, telefon qila olasizlar yoki Telegram, WhatsApp yozsangiz javob beradi. Doim shunaqa sigir olaman deganlar uchun dolasa bo'ladi. Qachon bo'lsa telefon qilsangiz, ular sizlar uchun ham aniq ma'lumotlarni Telegram orqali, WhatsApp orqali berib o'tiladi. 97lik 501 02 52 Telegram, WhatsApp yozsangiz javob beradi. Akmal akalar xonadon kelamiz. Assalomu alaykum Akmal aka. Alaykum assalom Zohidjon. Yaxshimisiz? Tanjon sog'mi? Xudoga shukr. Barcha bizni kuzatayotgan obunachilaringizga bugungi juma ayyom muborak bo'lsin. Hammasini uyiga qut baraka kirsin, farzandlarning orzu havasini ko'rsin. Kimki nima maqsadda bizdan chorva, bizdanmi boshqadanmi chorva olayotgan bo'lsa, baraka topib, yaxshilik kunlariga ishlatsin. Ishlatsin, barakali bo'lsin olganlari. Xudo xolasa Zohidjon 5-6 ta mol tayyorlab qo'ydik bugungi obunachilarimizga. Kechqurun bozorga qizib ketib, uyda sotilib ketib qoldi. Ha, klientlar kelib ketdi. Ikkita bo'lsa ham, ikkita sog'in sigirimiz. Endi bu hali tishimiz sug'urgandek qilib o'zimni boqayotgan bo'g'ozimni ham bugun endi obunachilaringizga qo'ydim. Qo'yib, taklif qilamiz xolos. Bo'g'oz mana 7 oylik, ikkita sigir tayyor. Xudo xolasa bugun ham ushta xo'jalikda xursand qilamiz. Xursand qilinadi. Endi kecha kelganlarga o'xshab kelmoqchi bo'lganlar bemalol kelishaversin, qachon bo'lsa. Bebozor kunlari telefon qilib, uyda bormi deb so'rab kelishaveradi. Kelishaveradi. Kecha ham 6 tadan oshiq sigir bor edi. 3 tasini kech payti o'zida sotib oldik shomda. Ertalab bitta sotib oldik. Mana shu hamma tayyorlab qo'yayotgan mollarimizni kelib olib ketishib qolyapti. Olib ketishadi. Bemalol kelaverasizlar. Ular ham sinovdan o'tgan, hamma yoqqa arziydigan, olgan odam baraka topadigan. Mana yashirib yurib olib qoldim o'zim. Maqsadim bugungi mol tugab qolmasin. Bugungi videoga qo'yishga maqsad. Mana mana naryoqda turibdi, sinab bo'lib turib qo'yamiz. Mana tayyorbarslik uchun kecha kelgan mol sinalyapti. Sinalyapti. Shuna qilib sinab, sinovda qilib olib turib, keyin martga sotuvga qo'yamiz. Qo'yiladi, xohlasa. Birinchi bo'lib bo'g'oz olaman deganlar uchun sifatli bo'lsin deganlarga ma'qul keladigan chiroyli bo'g'oz ekan, to'g'risi. Bo'g'ozni to'g'risi ham Zohidjon mol qolmagani uchun o'zim u yerda turgan bo'g'ozim mana har safar kelganingizda ko'rardingiz. Majburdan qo'yyapman. Endi nasib ko'tarilsa, kimdir ishqiboz bo'lsa, kelishib olsak beraveraman. Haqiqiy bir joziba mol. Ammo sifati zo'r. Ha, mol sifati gap yo'q ekan. Ishqibozi oladigan. Xudo xolasa. Puliga qaramay ishqibozi oladigan. O'zim ham puliga qaramay ishqibozchilikka olganman. Suti ham o'zi ikkinchi tug'ishi bo'lishiga qaramay 10 tadan oshiq suti bor edi. Hozir 7-oyga o'tdi, bir 20 kundan beri sog'ilmay qo'ydi endi mol. 20 kun biroz 20 kundan o'tdi sog'may qo'yilganiga hozir qonidagi 7 oylik bo'ldi. 7 oylikka hisoblashaveramiz. Ha, 7 oylikka hisoblanadi. Ammo molni yelindorligi chiroyli ekan, sutdan qaytib kelgan payt. Tuqqan mol qonidagi 3-chisi. Mana tishlari. Kuragi 6 kurak va 8 kurak, mana 8-chisi hali mayda. Mayda, ha. Rosa hech qanday molda hali nuqson yo'q. Buni o'zimga chiroyli qilib bir tekkiz ekan mana. Maza qilib sotaman deyapman. Endi mol qolmay qolgani uchun qo'yib yuboryapmiz, nasib ko'tarilsa sotiladi, ishqibozi chiqsa. Ko'rinishi zo'r, tekizligi gap yo'q. 10 tana to'sib bergan. Zohidjon, buni hali Rossiyada turgan musofir aka-ukalarimiz Sovuq Yangi yilda uyga borganim uchun pulim dollar tushib ketyapti, uyda bekor turmasin degan olib qo'ysa foyda qiladi. Xudo xolasa, mol sifati lekin gap yo'q, rost ekaniga. Chiroyli bo'zay tug'ib beradigan bo'lsa 35 millionlik mol bo'ladi shu mol. Xudo xolasa, mol sifati gap yo'q. Tekizligi tek. Bo'yi 1.25 atrofida chiqadigan. 1.25 atrofida chiqadi. Ikkinchisi 6 kurak, so'rov yelin 4 joyda, yuvoshligi, xo'raligi bir molda zarracha nuqson bo'lsa, tan olaman. Bo'g'oz bo'lsa ham, tuqqandan keyin aybi chiqsa ham
o'zim qaytarib olaveraman. Aybchisi bo'ladi. Nimaganki buni sog'ilgan, sinaqdan o'tgan, mana bolasi. Qo'lga bemalol tegib o'zi yapar, shart emas bunga. O'zi qo'lga kelib qoldi bolasi. Bemalol tegadi, 7 oylik. Qo'rqmay olaveradi. Pulini nech pul deymiz Akmal aka? Yaqinroq qilib. Endi bu to'g'risi o'zimdan qimmat olganman. Yana qimmat ekan deyishmasin. Bozorga qarab misol mana mollar rost bilan ham yonda bolasi 33-35 ketyapti-da. 30 million kamini qilib beraman. Kamini kelishlar. Ha, kamini qilib beraman. Lekin olgan odam haqiqiy baraka topadi. Xudo xolos, telefon qilaverasizlar. 30 million so'm kam bor, 7 oylik bo'g'oz, 3-sinfga kuragi 6 kurak. Hozir suti yo'q deb hisoblayveramizmi? Hozir suti yo'q. Suti yo'q deb suti chiqarib olgan. Ustiga yana solishdi boshladi. İşte yelindi nimda bag'i. 2 oyda rasa chiroqli bo'lib yetilib, tagiga bolasini esalama sog'-salomat. Xudo xolos, haqiqatdan molni ko'rinishi gap yo'q. Telefon qilaverasizlar, arzon qilib beriladi. Kavsh qaytarib turibdi. Jozibasini qarang buni. Mol lekin haqiqiy sifatli deganlar qora shvedlardan, qora shvedlardan. Birinchi bo'g'ozimiz mana ma'lumot yetarli bo'ldi. Yurishtirishni ko'rgandan keyin ko'rib olasizlar. Yetalab hozir ko'rsatib beraman. Navbat ikkinchi sigiriga bolalari bunaqa dadilidan olaman deganlar uchun bolasi zo'r ekan. Zo'r baxyapti ekan bolani lekin. Kuchli bu. 8 litr suti bor Zohidjon molda. 3-chi tug'ishi. Nonday bolasi uchinchisi, boki chiroqli katta ekan. Yuvoshlik bor-ku. Yuvoshlik mana shu moldan boshlangan ekan. Yo'q, o'ta yuvosh ekan. Mana shu mol boshlab bergan ekan yuvoshlikni. Yuvoshligi. Yog'iga qolgan mollar yuvosh. O'ta yuvosh. O'ng, chap, arqa, oldi nima qilyapsan demaydi. Bemalol sog'averadi. Bolasi xonajin. Xonajin, bolasidan dadilib qopti. Mana tishi 8 ta to'lgan, Yaxshi. hammasi. Bosimni yetgani yo'q. Hali yana 5-6 ta bolasini olaveradi. Nola solishadi. 125 ga plus. 25 ta oshroq o'xshayapti. Shoxlari ham o'ziga yarasha hamma yog'i yelinlarini yumshoqligi mana o'yinchoq tanlamasligi molda hech qanaqa nuqson yo'q. Nuqson yo'q. Bolasi Bir lekin devor qo'shnisidan olganda olaveradi. bir oylikka yaqinlashib qolgan bolasi. Bir oylik bo'lib qolgan. Bo'lib qolgan. Ichodidan o'tib, hali xullas ro'zg'orga tayyor. Tayyor bo'lib qolgan. Bolasi ham dadil bo'lib qolgan. Enasini ham ko'rinishi suvaliligi. 8 ta suti bor. Mendan 7 litrga olaversin. 7 ga belaveradi. Lekin bu idish bilan yemishini joyiga qo'yadigan bo'lsa 10 taga chiqarib olsa bo'ladi. Xudo xolos, bo'y basti bor. Hamma yo'g'i Sifati joyida. zo'r. O'ziga yarasha mol. Ko'rinishi gap yo'q. Qonidagi tomirlari ham katta-katta ekan. Mana ash tomirlari ham ko'p to'g'ri sutmonligini aytib turadi. Boki bor, lekin tekizligi tekis. Narsani biznikida 3 kun turib ulgayapti xolosda mollar. 3 kun 4 kun ko'pi bilan. Endi mol bir haftada joylashadi. O'ziki bo'ladi, to'g'ri. Masalan, menikiga kelganda mana shu molni bir hafta xotirjam boqsam, balki 10 litr ko'rarman sutini. İşte, balki. Endi men 10 litr ko'rmaganim uchun 7 litr sinadik, 7-8 litr. O'shuning uchun borini aytyapman. Boriga baraka, boriga narx qilib olaveradi shunga xudo xohlasa. Nech pul deymiz Akmal aka, yaqinroq qilib ayting buni ham. Bizda arzon bo'ladi. Arzon bo'ladi. Bani bitta o'zi qimmat kelib, unaqa chiroyli o'zim ham ishqibozligim uchun mehrim uzalmay 30 million aytib yubordim. Endi u bozor ko'tarishiga sotaman uni ham. Kelishiladi. To'g'risi, u bozorga qarab sotiladi. 30 million desa 30 million bo'lib qolmaydi. To'g'ri. Buni 25,5 million kamini qilib beraman. Kami bor, ha? Ha, vodiy bo'ylab dastavkasi ichida, hamma molimi. Tashqaridan so'rasa murosa qilamiz. O'zbekiston bo'ylab iloji bor. O'zbekiston bo'ylabga murosa qilinadi. Shu vodiyda dastavkasini chiqarib yuboramiz. Ag'iga yana jicha qo'shiladi, 50-50 bo'lib ketib qoladi, xudo xolasa. İşte kelishiladi xolos. Telefon qilaverasizlar. 25,5 million ketdi, kami bor, vodiy bo'ylab so'rasaversin, xudo xolasa, telefon qilgan odamni noumid qilmayman. Mol sifati zo'r, bo'y basti zo'r, keyin yo'g'onligiga ham e'tibor bersanglar, ancha yo'g'on mol ekan. Hali bu ko'chada yurganda ko'rib olasizlar, yaxshilab sifati lekin hamma tomoni kelgan shaq desalaring, bo'y bosi, rangi ham kashtanga tortadigan rang ekan. Navbat endi bunaqa nimasi bo'ladi? Gibrid shvedlardan. Menimcha shunaqa karpatmi yo'q, rangi ajoyib ekan. Xullas bu ham o'zimizni mesniy mol. Mesniy ekan, lekin rangi chiroyli. Uyim joyim degan mol. Yozda issiq urmaydigan, qishda sovuq urmaydigan ro'zg'orni moli. Mana boyklarini qarang. Chiroyli lekin rangi, gibrid rangiga Xudo tortadi. xolasa 10 litr sut oladi shu molni. Boqib uni me'yoriga qo'yib, ana Yaxshi bolasi 20 kunlik bo'lsa 10 litr sut oladi. Hozirgi kunda 8 litr sutga savdolashamiz, 8 litr sutga beraman. Beraveradi. Bolasi yangi hali. Bolasi necha kunlik bo'libdi? Bolasi kecha bir haftalik bo'lgan. Bolasi bugun 8 kunlik hisoblayapsizlar. Bugun 8-kun. Lekin mol tumshuqlari ham ajoyib ekan. Bunaqa tumshuqlar bilmayman, rossiyskiy mollardagi proje edi. E'tibor bersalaring, bu hali ko'rpisini ham qarang. ajoyib rang. Hech qanaqa nuqsoni yo'q. Shu aybi dumini popigini uzib olgan ekan. Ha. O go'shtli joyi turibdi. Popigi o'sadi hali. U o'sadigan joyi. U nabort yaxshi nabort. Bunaqa popigi, mana popigi uzilib qo'ygan ekan. Bunaqasi. U urganda xalaqit bermaydi odamga yaxshi. O'zida turibdi. Bolasi xonajin. Dunyo uchinchi tug'ishi Zohidjon. Mana Uchinchi- tishlari. uchinchi bolasi. To'lgan, bosgan yo'q. Yaxshi ekan. 8 kurak ha. Mana bu Ustuni aytildi. 8 kunlik xonajin. Bo'yi 1.25 ta atrofi chiqadi. Ammo rangi rostdan ham ajoyib rang, chiroyli rang hisoblanadi ekan to'g'risi. Rangi haqiqiy yarki. Yumshoqligini sog'ib ko'rsatib beraman Zohid. Boki ham bor. Yuvoshligi mo qarang molda.
Xudo xolasa bir qo'l tegdi to'kiladi. Oson sog'iladi ekan. Xudo xolasa olgan odam maza qilib rahmat aytib sog'ib ichadi. Yuvvoshligiga, xo'raligiga, molda nuqson yo'qligiga doimiy gapim bir devor qo'shnimdan olyapman deb his qilib olaversin. To'g'ri, bemalol. Hatto Buxoroda bo'lsa ham, Nashta? molimda ayb bo'lsa bermayman birinchidan. Mabodo 99% ga 1% men bilmagan aybi chiqib qolib shu odamga yoqmasa, xolasa almashtirib beraman, xolasa qaytib olaman. Telefon qilsa kelishiladi, muhim. Xudo xolasa molni sifati zo'r, olaverasizlar. Misol uchun qo'shnilaringiz eng yaxshi qo'shnilaringizni tasavvur qilib, olganda shunday olaverasizlar, to'g'ri shunaqa qilib kelishiladi, keyin ham telefon qilsam, xudo xolasa shunaqa qilib yana berilaveradi. Narxini necha qiling deymiz? Bo'ldi, yetaveramiz. Do'xtir pastga qarab so'radi. 25,5 mingga aytgan bo'lsam 24,5 mingga qo'ydim. Kamini kelishadi. Bunisiga 24 million 500 ming so'm. Bor vodiy bo'lib dastlabki suvni ichida. Endi rossiyskiy mollardimi, qandaydir haligi havas qilganlarga ashuni o'zimizni minirog'idan, lekin sifati lekin zo'r ekan molni. Keyin hamma tomoni. Tashqariga chiqqanda ko'rinadi. Ko'rinishi gap yo'q. Endi ushtushlarni ko'rsatamiz, keyin sog'ban beramiz. Aloqa chiqasizlar, arzon qilib beriladi, sifatli deganlar uchun sifatlari zo'r, pullari lekin arzonroq. Bismillahirrohmanirrohim deb bo'g'ozdan chiqishni boshladik. Aytganim yo'q, Zohidjon menga o'ziga Sifati zo'r. qarang. Ammo sifat haqiqiy kelgan hamma tomoni. Sifatli bo'lsin, tekkiz bo'lsin Qilib deganlar. boqadi. Ma'qul keladigan tekkizligi bor. Hop, so'skalari ham hali yilin solganda ko'rasiz bu molni. Işte hozir bu yilni sutdan qaytarganligi hisobli bu. Olib foydalangani puldan pul o'stirib foydalangani olgan odam bo'g'ozni o'zi yaxshi tushunadi. Shunaqa to'g'ri. Bo'g'ozchilardan foydalangani oladi. Xohlasa. Molni sifati gap yo'q. Hamma tomoni kelgan yurishtirishi ham dadilligi ham zo'r ekan. Aloqa Baraka chiqadi. topadi. Arzon qilib beriladi. Bu hozircha bir yilni zo'r, yana zo'radi sifatli ekanligi. Bolasi daldirog'ini olaman deganlarga. Xolasa mollarim puliga arziydi. Mana. Xolasa. Bolasiga qarang. Bolasiz dadil bo'lib qolgan, ancha zo'r bo'lib qolgan. Endi, alaykum assalom. Enasini ham yurishtirishlari gap yo'q ekan. Dadil g'oztirishlari ham hali paroda singari. Molni 25,5 million kami bor. 25,5 ga oldim desa arziydi. arzigan, ko'rinishi lekin zo'r ekan albatta. Nega bo'lsa necha kunga qoladi? Arzon qilib beriladi, xolasa kelishlar. Telefon qilaverasizlar, molni sifati, ko'rinishlari, yurishtirishlari zo'rligi hamma tomoni kelgan ekan. Haqiqatdan molni ayniqsa g'oztirishiga qoyillik. Mol sifati gap yo'q. Ertamdan olyapti, shuning uchun mana mollar maydab ketishyapti. Bunaqa chiroyli svetidan olaman deganlar uchun rangi, sifatligi, ko'rinishi buniki ham gap yo'q. Bolasi ham ancha dadil bo'libdi-ku. Bolasi ham dadil, Bolasi qop-qora. ham boklari ham hamma yo'q joyida. Yelindorligi, buni ham kelgan, tutallarni olar ekanligi. Xulasa ko'rinishi gap yo'q, bolasi ham sakrayapti janob. Yurishtirishlari, ko'rinishlari gap yo'q. Aloqa chiqasizlar, xudo xolasa arzon qilib beriladi, kelishlar. Tekkizidan bo'lsa, rangi, haligi import rangidan bo'lsin deganlar uchun ma'qul keladigan. Hamma yo'q joyida. Kelgan mollar. Boklarni qarang, o'ziga yarashganini boqadi, oladi. Yurishtirishlari uchunlasiniki ham zo'r ekan. 20 kunlikdan o'tib olsanda haqiqiy sutga kirgan. Keyin qo'shadi, ha, xudo xolasa. Mol sifati bor. Suti rostdan bo'lmaganda bitta qo'shib yuboradigan ko'rinishlari ham bor. Aloqa chiqasizlar, xudo xolasa arzon qilib, kelishtirib, aytgan joylaringizga iloji bor, yetkazib beriladi. Bemalol. Mollar go'zal. Tavsiya qilamiz, sifatlari zo'r. Navbat endi sigirlar yedirishga, sog'ishga. Sigirimiz bor, sog'iladigan ikkita bo'sh paqir. Mashqqa tushganini ko'rsatib beramiz. Xudo xolasa, boradi. Shunisiga olishaveradi. Mana hozirgiga. Mashq paqirga tushgan sutiga olishaversin. Xudo xolasa shunga. Ag'iga boqib, ko'paytirib olib, men buni yo'q gapirib, nima qilmay, borini ko'rsatib berayda. Ko'rganiga real turgan narsasiga pul berishaveradi. Berishaveradi haqiqatda. Sog'ishda sutini borini solib beramiz ikkalasiga ham. Bemalol ko'rasizlar. Sog'ishni boshladik. So'van qalingoqlar. Qo'llari yaxshi ekan. Zo'r ekan. Oldida ikkitasi. Bu orqada ikkitasi mana. Xohlasa ko'rasizlar, chiqishlari, ko'rinishlari zo'r, bir xilligi yaxshigina. Yaxshi chiqyapti, keyin uzoqdan ko'rinishi. Qarang mana, qimillab qo'ygan yo'q, bir joydan jilib agar solib oldiga yem solib, hech qanaqa nuqson yo'q molda. Bemalol xolaganda qilib sog'aman. Mana moldan boshlangan ekan. Xudo xolasa ko'rinishi gapi. Aloqa chiqasizlar, xudo xolasa sifatli bo'lsin deganlarga, bolasi dadil bo'lsin deganlarga tavsiya qilamiz. Hamma tomoni zo'r ekan. Endi uzib turamiz, sog' bo'lganda ko'rsatamiz. Mana, uni ham qarang, o'g'lim hayotda mol sog'magan, o'g'lim sog'yapti. Lekin yumshoqligi uchun. Yumshoqligi. Xudo ikkalasini sog'ib beramiz. Buni yedirib biz boshlaymiz. Tezroq tugaydi katta vaqt cho'zmasligi uchun. Kavsh qaytarib turibdi. Ikkinchisiga ham sog'ishni boshladi. Mana napol. Yaxshigan napol. Mazza. Xohlasa mana. To'ralasdan chiqishlari, ko'rinishi yaxshi. Uzoqdan ko'rinishi ham zo'r. Kavsh qaytarib bemalol turibdi.
aloqaga chiqib qo'yasizlar, arzon qilib beriladi. Xudo xolasa kelishiladi. Uzib turamiz buni, sog' bo'lgan do'stlar. Bo'ldi. Rasmni ko'rsatdingiz mana. Aha, ko'rsatdik. So'ralardim. Yaxshi ekan lekin Napoli zo'r. Uzib turamiz endi hozir. Xudo xolasa mana ikkalasiga ham sog' bo'ldik. Oxirida ko'rsatib qo'ysak, ha. 1 minut 5 minut vaqt ketdi. Ozgina vaqt ichida sog'ib qo'ydi. Mana yumshoqliklari mana real. Shunday ustman ota-bola tayda o'tiribmiz. Shunaqa bo'ldi. Borini mana. O'zdan chiqqan sutlar. Abetdan keyingi, masalan, peshinda sog'ib bolalarni emizib yorib, peshindan qamalgan. 1,5 bir mahallidan ko'proq suti. Mana 8 litrli paqirda 7 litr sut turibdi. Hozir ertagacha 8 litr suti bor. Xolasa shu sutga olsin. Bemalol shunga naql qilaverasiz, lekin rostdan ham abetga hali ancha vaqt bor. Soat 8 bo'lgan. 8 litr suti bor. Mana bu ham kecha o'sha abetdan bag'idagi suti bo'ldi. Olib o'tiravering. Mana bor sutlari, o'zi 2 dona mol bor. Mana ikkovini ham real ustidagi narsasi. Hozir sog'ilgan o'zdan chiqqan sutlarni ikkalasinikini ham ko'rsatdik, xudo xolasa. Bas, ikkalasi ham Zohidjon. Bolalari dangillab o'ynab turibdi. Mana yemab Aloqaga chiqib qo'yasizlar. Arzon qilib beriladi, xudo xolasa kelishiladi. Sifatli, narxi arzon bo'lsin degangi. Uchala molimi bitta odam olsin, maza qilsin. Yana ham arzon bo'ladi. Bir-biriga parmana. Shunaqa to'g'ri. Go'zalligini qarang, xudo xolasa yangi yilga borib tug'ib beradigan bo'lsa, xolasini 35 millionga sotib olsin, xolasi maza qilib 10 yil mol qilsin. Ko'proq sog'ib ichsin. Moling sifati-yu, ko'rpisi hamma yo'g'i joyida o'chalar. Haqiqatda mollar kelgan. Rahmat Akmal aka, 5 kaz yetib bering. Ayami laykni bossin Zohidjon. Zo'r fikrlarni yozsin, bizni qo'llab-quvvatlasin, biz xalq tomonimiz. Xudo xolasa. Shu moldan 500 mingdan foyda qilsam, matdan yetadi. Ha, kekja ko'p bo'ldi. Tayyorlab topib olib kelaveramiz. Xudo xolasa. Rahmat Akmal aka, 5 kaz yetib. Xudo xolasa olganga, sotganga, Alloh baraka bersin. Niyatimiz xalq nimaiki bizga ilashsa, biz xalqqa ilasak, bir-birimizdan baraka topaylik. Bir-biridan odam foydalansa xursand bo'laman haqiqatda. Sog' bo'ling. Sog' bo'linglar. Olganga Sizga rahmat, charchamang. Sog' bo'ling. Hammaga rahmat deb qolamiz. Like bosganlarga ham, qo'llab-quvvatlab turganlarga, kommentar yaxshi fikr bildirganlarga rahmat deb qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshi sigir olaman, yaxshi insonni olaman. Sal ozroq qo'yib turib, foyda ozroq qo'yib turib sotadigan olaman deganlarga tavsiya qilaveramiz. Dolasi shunaqa qilib sotiladi. Bemalol.